40 yoshida oila qurgan aktrisa Sitora Farmonova haqida 3 ta fakt. Sitora Farmonova 1984-yilning 20-avgustida Buxoro shahrida tavallud topgan. Aktrisaning 2024-yil 12-noyabrda Toshkentda to'yi bo'lgan. 40 yoshli Sitora Farmonovaning o'zi intervyulardan birida asli o'zbekistonlik, hozirda Dubayda yashaydigan Muhammad ismli insonga turmushga chiqqani haqida aytib o'tgan. Aktrisa Sitora Farmonova turmush o'rtog'ining farzandlari bilan tanishishga ham ulgurgan. Turmush o'rtog'ining farzandlari mening ham bolalarim deya intervyulardan birida aytib o'tgan. U komik aktrisa Halimaxonim Ibragimova bilan do'st bo'lgan. Keyinchalik ularning munosabatlariga darz ketgan. 2020-yilda bloger Doniyor Qayumov bilan munosabatda bo'lganligi haqida mishmishlar tarqalgan, ammo keyinchalik bu munosabatlar barham topgan. Sitora Farmonova bir necha o'zbek kinokomediyasida, jumladan Xavfli burilish, Mening akam bo'ydoq hamda Endi dadam bo'ydoq filmlarida o'ynagan rollari bilan o'zbek kino olamida shuhrat qozongan. Aktrisaning muxlislari videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.